Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Draco. Bugun biz maqsadimiz 7 ta Wizard, bitta Warden bilan jang qilamiz. Shuning uchun ular bilan jang qilish uchun biz hozir kuchayib olishimiz kerak do'stlar. Birinchi Warden bilan urushmoqchimiz do'stlar. Ikkinchi o'rinda esa Wizard. Menga 6 ta daraxt yetadi. Endi tosh joyi topish kerak. Bu yerda qo'ylar bor ekan. Xo'p, mayli do'stlar, hozir toshloq topa olmadik, shuning uchun verstak yasab yerga qarab qoziymiz. Hoppa, qo'ydim bu. Let's go. Let's fucking go. Ana do'stlar, bizga ko'proq kerak tosh. Tosh bizga ko'proq kerak bo'ladi. Hop, kirkamizning ham kuchi ozgina qolyapti. Chetki. Yaxshi do'stlar. Hop, kirkamizning kuchi tugayapti. Tugaguncha unisam sindirsam yaxshi bo'lardi. Hop. Ana chiqabolamiz. Hoppa. Hop, onu birinchi o'rinda bundan yasayman va o'zimga toshdan instrumentlar yasab olaman do'stlar. Hop, yaxshi. Hop, yo'qsa qiladigan ishimiz qolmadi, lekin biz uy qurishimiz uchun yoki taxtalar uchun mana shu daraxtdan sindirib olsak juda yaxshi bo'lardi, chunki ham uy uchun ham yaxshi taxta, yaxshi daraxt, ham dizayn ham qora, menga yoqadi. Yaşım 8 oldu. Nechta ekan? 25 ta. Naq 25 ta. Yaxshi. Xo'p, do'stlar, men ovqat muammosiga chalindim. Menga ovqat kerak, do'stlar. Уже bizning ovqatlarimiz tugayapti. Mana uni ekrandan ko'rsangiz ham bo'ladi. Menga ovqat kerak. Menga sigirlar kerak. Albatta cho'chqa go'shtini yemaymiz, chunki cho'chqa go'shti haram. Menga qo'y yoki sigir kerak do'stlar. Qo'y yaxshi ekan. Oy do'stlar, bu yerda katta kon ekan. Oy do'stlar, bu yerda aniq almas chiqishi aniq.
Do'stlar, kim bilmasa mana bu narsalarni yesa bo'ladi. Hozir ularni olib ko'ramiz. Yaxshi, zombilar yo'q. Do'stlar, qo'lim yetmayapti. Shuning uchun yasaymiz. Bu yo'q do'stlar. Qo'lim ketib zombilar hujumi. Do'stlar, creeperlar ham bor ekan. Bu yerdan qochish kerak. Men bu yerdan albatta yana kelaman do'stlar. Sen menga keraksan chunki men sendan kamon yasayman. Chiqib olamiz shu yerdan. Bu yerdan chiqish juda qiyin ekan. Yaxshi, mana chiqib ham oldik. Ovqat to'plaganimizdan keyin albatta bu yerga kelaman do'stlar. Chunki bu yerda almas bo'ladi. Qani bitta qishloq chiqqanda hamma somonlarni yig'ishtirib, ovqat, non tayyorlardim. Hoppa, yana bitta qo'y. Ikkita qo'y, yaxshi. Hop. Buni ham olamiz. Qo'lim yetmayapti. Ben seni öldüremem balıkçım. Hoppa ya. Balık bol. Do'stlar, bu yerda ham kon bor ekan va temir ham bor. Shuning uchun bu yoqqa tushaman. Chunki menga temir kerak. Bu yerdagi temirni kovlab, o'zimga shit yasab hammasini. Do'stlar, men hozir juda yomon vaziyatdaman. Hozir menga ovqat kerak, shuning uchun o'zimga mana bu pechkadan yasab o'zimga